Do'stlar, sizlarga zapret ochayotganligim haqidagi videolar shousi davom etadi deydi. Navbatdagi akamiz ham mana Andijonda o'zimizdan bu akamiz. Bu akamiz ham oldingi bitta odam zapretini ochganmiz. U aka tavsiya qilgan, mahalladoshi bo'lgan, kelib bizga zaявka bergan. Bu akamiz ham ishi juda oson bitdi. Tez bitdi. 2,5 oy atrofida vaqt ketdi. Xudo xolasa o'xshadi. Qizingiz sizga sog'lig'ingiz yaxshimi? İşler bo'lyaptimikan? Allohga shukr, mana o'tib oldim. Tamoshnidan o'tib ketdim Rossiyaga, xudo xolasa. Bemalol. Ko'rsanglar bo'ladi do'stlar, shunaqa yangiliklar, yana bir qancha yangiliklar bor. Vaqt bo'lmayapti videolar chiqarishga, ishlash kerak. Shunaqa gaplar do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Navbati bilan hammaga javob beramiz.